Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana biz Buxoroga yo'llagan edik. Hozir o'yin kulgi bilan mana shu Buxoroga yetib keldik. Hamma obunachilarimga sog'lik, salomatlik tilayman. Mana bizlarni hozir Ekars bilan olib keldi. Shu yerga sizlarni tomosha qildirib. Mana Ekars bilan kelgan bizlar. 7-etajga joylashganmiz. Toza havoni tepadan ko'rib tomosha qilib boryapmiz. Mana hozir o'zimizni ham joylashtirgan joyini ko'rsataman. Mana xonalarga kirib boryapmiz. Qizlarimiz yasanayapti, taxlanayapti. Mana xonalar hammasi sarishtalikkan ekan. Endi dam olib intergal ko'ramiz. Hozir o'zimda hurmat qilaman ukamni. Ikki og'izgina ukamdan endi bitta ashulani eshitamiz. Obijon, bitta chiroyligina qilib aytib bering. Bir shingilgina qilibman mayli. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Charchayapsizlar? Bosganmisiz, ketyapsizmi? Zo'r ketyapti. Mana bugun mana Buxoro viloyatiga kelamiz, opalarim bilan. Xudo soat 6 ekan, boshlanadi. Yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Ashulani bitta chiroyli qilib qiyvoring. Senga bo'lgan muhabbatim cheksiz bilasan. Menga hayot go'zal emas, sensiz bilasan. Senga bo'lgan muhabbatim cheksiz bilasan. Menga hayot go'zal emas, sensiz bilasan. Aytchi jonim, aldab meni ne ham qilasan? Naho sen ham aldasang meni. Aldama jonim, aldama jonim. Naho sen ham aldasang meni. Rahmat. Rahmat obijon. Mana biz jonli aytdi hozir. Mana eshittirdilar, narsa qolganini. Ketiga navbati bilan men kechqurun mana shu 6 da boshlanadigan konsertimizga tashlab boraveramiz, xudo qilsa. Hammalarga omad tilab qolaman. Sizlarga ham sog'lik, tinchlik, ko'p bo'lsin. Sog' bo'linglar.